pek çoğum hem de onun içi. Su türmesi dep kaldınız. Su türmesi dep mu? Türmesi bamken. O sunun çoğunkurluğu kayagirak kildiğen derecede. Onunkin o sula pakı su mu, meyne su mu? İçide bir başka nimle bağımı şunu bir yapasınız. O su türbe hem de pek çoğum hem de o yarasıdaki su türbe hem de alaydı yasalganmış, tanmış, üstü tarafki mu alaydı zincir karmak dep koymaz şu zincirle mahsus aşında töt qatadan hem de alaydı zincir esilganmış da konmuş da kizip koyduğan kılıp arlıqda 40 metre ya 40 santimetre keladigan bir taxtay var. Uzun ketken taxtay. Aşının taxtayının üstüge destek biz aşı suğu düşüdikemiz. Suğu düşkendikin onun meni tunca qatım su türmüge sağa vaqtda menin tapınım suğu tegmegen. Çapallarım yok hemdeki üstümde. Sağa vaqtda menin o suğu menin tapınım tegmedi. Kulamның ушында esip koydu kulamны. O sonuçta nemege gelim kaç kilodu. Mişa geçen. Beşimlam üstüde, sunun üstüde. Ondan başka bir şey pütüllay men sudun içinde. Ama o su men şunu ekirge vaqtımı o su türmede iki üç ayal bakendik. Üç ayalam kız kız buluşu mümkün. Böyle bir undaq gap qilishиш burstanlar bo'lmaydi. Bizning og'zimizga jobo chaplab qo'ydi. Ular bilan biz gaplashamaymiz. Nima chaplab qo'ydi. O vaqt qanday faslda yozmi, sovuqmikan? Qish shu ikkinchi oy mezgil. Qish sovuq mezgil. O su so'qoq. O su issiq su emas. Ya bek issiq emas, ammo bek odamlarga to'n isitmaydi. Asas zaten soğuk su hamdi. Men kirge vaqtda şu ayalmı ya iki ayalmı qilib 5 adam bakan men kirge vaqtimda men kirganda. Ularni men kirgandan keyin ularni ochiq ketdi. Men kirib az vaqtdan keyin hamda qancha soatdan keyin bilmayman. Az vaqtdan keyin ularni ochiq ketdi. Ikkinchi qatim akirmadi ularni. Men şu çağda şu kirge vaqtimda şu tapınım yagi tegmedi. O su hamdaligi bütünligi biz tarat qısaq mosumda suv chiqdi hamdi masalan. O su paki su emas, shunchalik meynat. O sununki başta qanchalik vaqt turg'izib qo'ydi suvda chiqamay. Şu o suga kirge vaqtda hamdaligi men kirge vaqtimda dumaliga o pıraqda hamda onun içinde 900 derecede hamda uzun vaqt sesiqchilikning dadi to'g'ri bo'lmaydi onun içinde. Ondan keyin meni tunji qatim akirgan vaqtda şu esimni qilishcha şu 6 saat, 5 saatdan 6 saatgacha su tutdim hamda bu yerda 6 saatdan 5 saatgacha su tutdim. Ondan keyin barbara 3 saat, 2,5 saat, 3 saat etrafida 6 ay aşı sudu tudum hamdi. Anıga sudu tuğandan keyin yani deydi bular en yaxşısı bizle maslaş. Bizle maslaşsan seni biz andaq qilamiz, mandaq qilamiz, doktorxonalarga apiramiz. Sana har xil pullarni beramiz, chiroyli yashaysa, sen tegi kichik degandek hamda chiroyli gaplarni qiladi hamda menga. Sizning aşı türmede yoki so'roqxonada tuğanlarning ichida ashlarning degindek maslashib, ularning deganlariga javob berib yoki sal yaxshi yo'lda ularning degini bo'yicha men olib rost degindek ashtaq yaxshi narsalarni berib qildimi? Ama onun ustida meni o yerda shu yil hadimiz bilan uchrashtirdi va hadimizni men tonimayman dedim. Ondan keyin shu men bu vaqtida shu 5 odam borkan, ya 3 ayol, 2 ermo, ya 3 er, 2 ayolmo aniq esimda yo'q. Shu 5 odam borkan, o 5 odamni men az vaqtdan keyin ochiq ketdi. Ondan keyin u yerda meni birisi bilan uchrashtirmadi. O yerda Aqsuda 6 oy turdim. U 6 ay turish jarayonlarida meni yerda hech kim bilan uchrashdi. Faqat ham shu ikki hadimiz bilan uchrashtirdi. Tonish-tonimaslik to'g'risida. Undan keyin yerda meni hech kim bilan uchrashtirmadi. Shu ayrim suxonaga kirdi. Suxondan bir nimaga kameraga chiqdi. Kameraga chiqqandan keyin o kamerada ancha-munchalik nim deymiz, bir parcha non
berdi, suni xolisi berdi, xolimizni bermaydi. Shu shunda men shunda bo'lib men 6 oy turdim. Shu turmidagi, su turmisidagi vaqtingizda yemeklik uchun kunda qancha qaytim yemeklik beradi? Masalan, qandaroq yemekliklar? O yemekliklar, masalan, men shu 6 oy turish jarayonlarida u yerda shu bagini shu bir parcha non, biz odatlik nenimiz bor ya, shundan bir parcha non, undan keyin suni xolisi berdi, xolimiz bermaydi. Bir kunning ichida. Bir kunda, ya atiganda ya kechda ashta berdi. Undan keyin az vaqt o'tgandan keyin undan keyin berdigan hamda u nimening go'shi o. Uxmaymiz hamda. Ammo o hamda o ta'mini desak hamda biz bir yapaqmagan bir oiladagi erkin vaqtimizda bir yapaqmagan bir ta'm hamda o'chu. Onu ancha-munchalik nima qilib uni tuzmi yo'q, uni pishmagan aşa ham bir shaklda ashuni akirib berdimda. Ya atiganda berdi, ya kechda berdi. Undan keyin suni xolis berdi, xolimiz bermaydi. Onu hamda nima go'shi, ya cho'chqining go'shimi, ya eshakning go'shimi, ya mushukning go'shimi, bu kapurlar mushukni ishtimi yeydigan bo'lgandan keyin. Nimaning go'shi biz bilmaymiz hamda. Hamda uni biz yemasak neçe yemigen mi buldum ben neçe kungacha, ammo lekin u suning ichida kunda suning ichida bo'lgandan önemli değil ki bizden ki o beka özümüzde öldürgen bile beraber bo'lgandan onu yeyish kerak hamda-chu. Onu yedim, şu 6 oygacha hamda bir neçe kunda bir 3-4 kunda bir, 3 kunda bir, 6 kunda bir işte degandek hamda ya atiganda ya kechda ba'zan bir parcha non, onun için aşağılığı pişmagan göçtemdi hamda aştalarını berdim. Bu göçnüm şu su turmisidagi vaqtingizda berganmidi yoki burunqi normal turmidagi vaqtdimi? Buni shu normal Urumchi turmida yotgan vaqtimizdami berganimdi buni. Urumchi turmida yotganda mashinalarga bir parcha non, onun için aşında pishmagan aşta go'sht, onun için haftada bir bayramımız var. Biz alayda bayram qilib turdi. Bayram nima desa, yugan yazda bidi var ya bizda. Bidini qayintib, ondan keyin shu bidi sho'rpisi demdi. Bidi sho'rpisi berdi. Ondan keyin basayning sesib qalay degan tashlaydigan yerini yuvib-yumay qayintib, shu basay sho'rpisi, nima yesolak sho'rpisi deb ashuni berdi. Hamda ashuni bilan o'tdik hamda 3 yilgacha Urumchida. Urumchi turmida. Urumchi turmida shu yemeklik bilan o'tdik hamda yashadim hamda u yerda. Nima demo Aqsuga borgan vaqtida shu yerda 6 oy turdim, 6 oy turish jarayonlarida shu 6 oygacha shu asosli su turmida turdim. Undan keyin undan keyin mana shu Urumchiga o'tkab keldi. Urumchiga o'tkab kelib, undan keyin men hamda haqiqatan og'rib ketdim u yerda-chu. Men shu su turmadan chiqdim, chiqqan jarayonda men o'zim manganmaydigan holatda keldim hamda. Ondan keyin Urumchiga keldik. Urumchiga kelgandan keyin qat'iylik tug'udek manganmadim, mag'durim yo'q, manganmagan holatda nima qildim. Undan keyin shu barbara Urumchida nima qilgandan keyin o'zim bek og'rib ketdi. Mening badanim shu vaqtda bo'lgan xamir var ya bizning, bo'ldirib noyaqimiz masalan, shu bo'lgan xamirdeklan bo'lib ketdi mening butun badanim. Ishib har kunigidek deb qo'ymas, har kunigidek ashtaqa bo'lib ketdi mening badanim-chu. Shuning bilan undan keyin men butun bizning nimasida xotiramizni yo'qotdi deymiz-ku. Men bir tarafdan butun badanim ishib ketdi. Undan keyin men faqatlam xotiramni yo'qotdim uning ichida. Adam tunmaydigan darajaga yetdim. Undan keyin hamda shu qiyin qistoqlarni beshimizdan o'tkazdik, hamda Allohning yordami bilan hamda yeydigan rizqimiz bor ekan, hamda mush yashayapmiz. Shuning bilan undan keyin men hamda undan keyin shu Urumchiga kelgandan keyin shu men og'irdim. O'rtog'idek jinim qolmadi, turolmaydigan holatda bo'lib qoldim. Bular bilan qarshilashqadek hech qanday nimam qolmadi. Undan keyin bular buni hamda foydalanish qiymati tugadi, hamda buni baribir yerda o'ldik qilib nima qilgandan azroq pul indirib olaylik degan maqsadda hamda ya xononamligi o'zi xononam degan hamda meniki opamning hadisi bo'ladi.
Xananam hamda özü xabar hamda yeni etrafımdagilarga xat chiqaryaptimi yoki bu qaraqchi kapirlar xabar qildim hamda onu men bilmayman. Shuning bilan u xananam pul yig'ib o'zining joylarini setib, bundan keyin yetmaganga yoqdan pul qilib şu 70 ming şu vaqtida menga deb berishdi, şu 70 ming şu Xitoy puliga 70 ming pulga meni setib berdi bu qaraqchilar. Setib bergandan keyin hamda men bir yilga yaqin shu doktorxonalarda Ammay ikkinchi doktorxonadaymiz, Ishiyandaymiz, hattoki Shanghai, Guangzhou. Shu doktorxonalarga olib borgandimmi, meni hech kim beqo'linglar o'ldi bu deb nim qilgandan keyin, undan keyin yana xonanam qatorliq qarindoshlar umid uzmay şu özümüzün Uyghur milli tibabette davalap Allah'ın yardımı bilen hemen asta yaxşı boldum hem de yaxşını qarab mangandan keyin mana şu jarayonlarda şu xonanam boshchiligida şu pasportning yo'lini qilaydi. Rasman yaxshi bo'lib ketgan, barbara yaxshi bo'lgandan keyin bular jimji xabar tepib, meni izlab aramimda qo'ymay inim qilgandan keyin unga shu xonanam boshchiligida ancha-muncha pasportning yo'lini qilaylik deb bir usullar bilan, bir yo'llar bilan pasport qilib, men chet elga chiqdim. Chet elga chiqqandan keyin hamda pasportni qilishga iqtisodiy mablag' moli ketdimi? Pasportni nima qilish, pasportga yo'llangan orliqlarda hamda men deb berishcha bir Xitoy puliga shu 300 mingdan 400 minggacha pul ketganligini menga degan. O'sha chet el nima shu pasportimni tutib hemen acı-mucı üzemnimki acıdan çıkıp yaxşı bo'lgandan keyin şu mingdaga vaqtimda şu 300 mingdan jiqroq 400 mingdan tovanroq pul ketganligini hamda menga xonanam batdi shu chog'da xonanam degan hamda menga. Ondan keyin men chet elga chiqdim, chet elga chiqqandan keyin undan keyin biz erkinlikning nimaligini, erkin yas qanday bo'lganligini, ondan keyin yana shu dinimizni qanchadan-qancha mustahkam tutsak, bizga Allohning yordam berganligini hemen qaytadan iman aytib, qaytadan hamda yaxshi bo'ldim hamda inshaalloh. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 6 noyabr Xitayni so'roq qilish uchun Jenevada ochilgan Dunyo kishilik huquqni qo'g'dash yig'inida Xitoylar bütün mush qilmishlarni inkor qildi. Hatto lagerlarni yo'q deb e'tirof qilg'ili unmadi. Mushunga qarta deydiganlaringiz bormi? Endi bununla nisbatan bu Xitoy tajovuzchilarininki bu yolg'on aytish, qizzoblik, bu qon-qoniga singib ketgan. Bu tabiatida bor Xitoy kofirlarining kuchi. Burun-burundan yolg'on aytish, burun-burundan ashta aqni qar qilish, qarni oq qilish. Bu Xitoy tajovuzchilarininki tabiati bu. Qon-qoniga singib ketgan. Bu yolg'onchilikni qancha qismi bu Allah xolisa inshaalloh bu haqiqat, hamon haqiqat. Bu haqiqatning oshkor amaliy paket hargiz yo'qmaydi. Paketni Alloh yo'qotib etmaydi. Bu kofirlar qancha bo'yamchilik qilib, kazobchilik qilib inkor qilgan bo'lsa-mu, agarchi bizniki bu guvohlik berayotgan shaxsan shu muhojiratga yashayotgan qarindoshlarimizniki, masalan, shu Gulbahor adimizdaymiz Qozog'istondan, Amerikadan Amangul qarindishimizdaymiz, undan keyin o Abdurahmon Hasandaymiz. Bu qarindoshlarimiz qanida Uyg'ur qani eqiyotgan qarindoshlarimiz. Biz ham bu haqiqiy bir Allohning roziligi uchun qarindoshlarimizga, urug'-tuqqanlarimizga ega chiqaylik, ega chiqishni o'ylagan qarindoshlarimiz. Biz bularga ega bo'lmasak, bo'lmaydi ekan deb haqiqiy dushmanini tunigan qarindoshlarimiz guvohlik beryotdi. Buningda bu shu mehrgulgan qarindishimiz mana shu o'zining urug'-tuqqaniga o'zi ega chiqish maqsadida, qarindoshlarga ega chiqish maqsadida Uyg'urning qani eqiyotganlikdan uning tomirda vijdoni, yuragi guvohlik chiqmaslikqa, yuragi vijdonini yo'l qo'ymaganlikdan shu qarindoshlarimiz guvohlik beryotdi. Ammo bu Xitoy tajovuzchilari az vaqt o yolg'onchilik qilib yana g'alaba qilgan bilan bu g'alaba hargiz vaqtli g'alaba, hargiz mangulik emas. Faqatlan bu vaqtli g'alaba. Bu g'alaba inshaalloh bir haqiqat hamon yetiqat to'pining ostida qolsa-mu, bu haqiqat inshaalloh hamon oqinib chiqadi. Biz hamon inshaalloh Allohning yordami bilan biz cho'qim g'alaba qilamiz kofirlarning, Xitoy tajovuzchilarining ustidan qon qisosimizni olamiz inshaalloh. Amin. Oxirida shu muhojirat yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga, yoshlarimizga deydigan yurak so'zlaringiz bormi? Shu ba'zan bir qarindoshlarimizga shunchalik o'ylasam, ko'rsam, nechisini ko'rdim,
ko'rgan bo'lsammi, ammo yurkim shunchalik og'riydi ba'zi qarindoshlarimiz. Bu Uyg'urmi emasmi deb qolaman ba'zi vaqtlarda. Ko'p vaqtlarda men bu savolni o'zimga qo'yman. Bu nimishqa hammamiz Uyg'ur turib, nimishqa o'zining urug' tuqqanlarga, o'zining qarindoshlariga nimishqa ega chiqmaydi? Nimishqa bir o'tirliqqa chiqib bir erkaklik bilan hattoki o'sha bir ayol janda chiqyapti-da, bir erkak bo'lgan qarindoshlarimiz bir erkaklik bilan o'tirliqqa chiqmayapti ba'zi qarindoshlarimiz. Men o'sha qarindoshlarimizga haqiqatan echinaman. Bu qarindoshlarimiz endi bir namoz o'qishni hisobma o'zini mujohid deb gapni yo'g'on so'zlaydi. Hey, mujohid bo'lsang, bir namoz o'qisanglar, Qur'on o'qib qo'ysanglar va attigina masjidga chiqib namoz o'qib qo'ysang, sen mujohidma? Bu qarindoshlaringga nimaga ega chiqolmaysan sen? O'zingning qarindoshlariga ega chiqmasang, uni ben şahsen bu bizim başımızdan ötken gün sen o kişi uxlab yetivasan, guvalıqa çıkmasan, bir kulundan kiçikkanam kiladigan işlemi qılmasan sen kıyamet günü Allah'ın bu dünyada o ütüp ketersen işini kayni götürüp mökölüp. Ama lekin Allah'ın aldığı vaqtida qanda bir cevap versen sen. Ben muşunun vicdanım yürken pek ağrıydı. Oylam amal ba oylamasqa tirişman, ama ba'zida o'ylab qolman mishada netisi va bilib men biladigan netisi va mishada. O'zini mujohid chaqlaydi. Gap so'zlangizda shunchalik so'zlaydi. Ammo lekin bu o'zining qarindoshlariga boshqalarga o ega chiqmasin bo'pti. O'zining qarindoshlariga ega chiqmay, ishni kayniga to'lib o'zini mujohid chaqlayotdi. Yana ba'zan bir qarindoshlarimiz bor, ba'zanlarning ham Xitoy kafirlari ari yelisining jiqliqidan az sondagi bir qarindoshlarimizni ayirib qo'yib qo'ydi. Bular nima uchun qo'yib qo'ydi desa, orliqda bir uyan o'ynash uchun. Bevosita hammani bir xil akirib olsa, bu xalqaroning nimasini qo'qib, az sondagi bir qarindoshlarni, ota-onalarni, o'tuqqanlarni qo'yib qo'ydi. Shu sababdan ota-onalar qarindoshlar sirtidikelar, shu qiyinroq anam unda qo'yib qoldi, dadam unda qoldi, qaynishim unda qoldi, menda qoldi deb dushmanini tunimay, Uyg'urligini tunimay, Uyg'urligini amaliyotda Uyg'ur deydi, lekin o'zini Uyg'ur chaqlaydi amaliyotda uning qanida iqvatqan Uyg'urning qanimi, nimaning qani men uni men bir narsa demayman. Ammo mush qarindoshlarimiz hey seniga ota-onang teshida bo'lgan bilan, qarindoshlaring ochang, hadang, ufkang, akang teshida bo'lgan bilan, o boshqalar sening nimang endi? Boshqalar hech nimang emasmi? Sening qarindoshing emasmi? Shu Xitoy tajovuzlarining qo'l ostida dafsanda bo'layotgan, xorlanayotgan, qiynalayotgan shular sening hadang, ochang, ufkang, akang emasmi? Men mushuning mening yurkim pek og'riydi. Men mushuni tavsiya qilmayki, mushu ishning kayniga o'tib, mukib yurayotgan erkaklarniki sen o'zingni erkak demasan, yog'liqdan birini chigib ol bo'lmasa, men mushuni deyman. Yog'liqdan birini chigib olib, erkak demay, o'zingni men xotin kishitdim deb o'zingni xotin kishi chaqlab, xotin kishimi sana qaraganda xela o'tirliqqa chiqib, vijdoni bilan, g'ururi bilan, yurki bilan o'tirliqqa chiqyotdi, qo'rqmay. Allohdan qo'rq sen. Bu dunyoda o'tib ketarsa, qiyomat kuni Allohning oldiga borganda nim deb o'tsasan, nim deb javob bersasan. Shaxsan yana mushunda kichikkanam ishdan qo'rqib, yana mushunda ishni kayniga o'tib, yana o'tirliqqa chiqmay dadillik bilan haqni haq ayırmay, düşmanını tanımay, düşmanını tanıgan bolsang mı ameliyatını ko'rsatmay, meydanını ko'rsatmay, muşu dünyadan ketib qalsang men qiyomat kuni, şahsen men qiyomat kuni Allah'ım arz qilman, ya Rabbi, Xitoylardan mı bekroq, muşu insonlarni bekroq jazolig'in ya Rabbi deb men Allohning oldida Allohga arz qilaman. Nima uchun bu insonlar qiyomat o dünyada özünün tuqqanlarına ega chiqmagan, bizdek depsen bo'layotgan, xalanayotgan, jismetini qiynalayotgan qarindoshlarga ega chiqmagan bu bandan. Sen buni bekor Xitoy tajovuzlaridami, qor kapirdimi bekor qiyna buni, azobla, bushirib bekor ko'ydir do'zaxning o'tida. Deb men Allohga arz qilaman inshaalloh. Shuni o'zing ko'zing bo'lsin videolarda hammada chiqyotdi, to'rlarga chiqaryotdi. Xitoy kafirlari Uyg'ur qizlarimizni elayotganlarni to'y qilayotganlarni, shu bichora qizlarimizning ma'sum ko'zlaridan yosh aqayotganlarni sen ko'zing ko'rmatamda ko'rdi, ko'zing ko'rganimizning vijdoning nakatda, yurging bormi yo'qmi sening? Vijdon degan narsa, yurak degan narsa bormi yo'qmi senda? Vijdoningdan bir so'rab baq, hey erkak, ishni kayniga o'tib olgan erkak. O'zingni erkak chaqlab, gapni yo'g'on qilib yurgan erkak, sen yurgingdan, vijdoningdan Tumununda nima iqvatidi, ishning qani vaqt iqvatamdi, ya ishakning qani vaqtamdi, ya kapirning qani vaqt iqvatamdi. Mushu sen qaningni tekshirib baq, iymoningni tekshirib baq, vijdoningni tekshirib baq. Tavsiyalarim mushu erkin dunyoda yashab turib, yashab o'tibmi, mushu xayrli
munofiqlik qilib Xitoy tajovuzlariga xizmat qilayotgan qarindoshlarımızga şunu tavsiya qilmanki, qarindoshlar qiyomat kuni Allohning oldiga nima deb berishinglarni bekroq o'ylanglar, boshqasini o'ylamasanglarmi. Xitoy tajovuzlari sizlarga vaqtliq asqatgan bilan mangulik asqatmaydi, qarindoshlar, kallanglarni silib ketinglar. Yana bir deydigan gapim, shu muhojiratda yashayotgan barliq qarindoshlarimizningki, shu er ayol farzandlarni o'zini bilim bilan kuchlantirishlar bilan birga farzandlarimizni din qilam islommasdan pandimi kuchlantirib, pan va dinni tang o'qitib, bizning Sharq Turkiston inshaalloh Allohning yordami bilan cho'qim biz g'albilik Sharq Turkistonni qo'limizga olamiz. Shu vaqtda vaqtda tamtirmasdan xizmat qila oladigan darajada farzandlarimizni ham o'zimizni yaxshi tarbiyalab, bilim elib, bilimsizlikning qanchalik bizning vatanda sarxillarimiz, olimlarimiz haqiqatan asosiyatdan tugitib bo'ldi Xitoy tajovuzlari. Biz bo'lsaqmi erkin dunyoda yashayotgan bo'lgandan o'zimizdan boshlab bilim o'zimizdan farzandlarimizni o'zimizni bilim bilan kuchlantirib, din va fanni yaxshi o'qib, bilimlik Sharq Turkistonning qo'limizga olgan vaqtda tamtirmasdan bir xizmat qila oladigan darajada yetildirishimizni men kuchli tavsiya qilaman qarindoshlar. Allah sizden razı olsun ede. Allah daim güç kuvvet versin. Daim şunda qaysar, dadil bulun. Sizdek şunda insan aqligimi sığmaydigan qiyinchiliklarımı baş egmesden, to'g'ri yo'ldan qaytmay, haq yo'lda dadil turadigan qaysar yurakli hemşerilerimiz de bo'ladi ekan. Bu milletin ümit üzülmeydi. Amin inşallah. İnşallah. Ahırda qarindoshlarimizniki texmo kuchlantirib o'zimizni ümitni üzmey, Allah'ın bizge çokum yardım berdiğanlıqıga cheksiz ishonishlar birga dinda mustahkam turishimizni tavsiya qilman qarindoshlar. Allohga omonat, omon bo'linglar inshaalloh ko'rishguncha. Buludu ekran oldidagi qarindoshlarimiz hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Keyingi programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar.